Assalomu alaykum qo'y ishbozlari, chorva ishbozlari, akalar, ukalar, aziz obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga qo'ldan kelgancha videolarni mana so'rovlardan chiqarib beramiz. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlarga foydali, manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepao'ron ishlardan olib boryapmiz. Xudo xolasa bugun o'zimizni akamiz, Shakar akamning xonadoniga yetib keldik. Akamiz o'zlari mana shu qo'yiladi. O'zlarining dehqonchiliklari ekan. Shuni qo'yib berish iltimos qildilar. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz. Bugun hafta kunimizga 19 fevral payshanba 2026-yil. Hammalarning kunlaring xayrli, barakatli o'tsin deya bu syomkalarimizni va Shakar akamni xonadonidan boshladik. Shakar aka, assalomu alaykum. Keling Rajon. Yaxshimisiz? Bo'lyapmishlar. Rahmat. Qo'ylar xudo xolasa baqib, chiroyli qo'yibsiz-a, biz obunachilarga tayyor qilib. Qo'ldan kelganicha. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa hurmatli obunachilar sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz qo'radan tashqariga chiqarmadik. Shu yerda qo'ldan kelganicha sizlarga ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu yerda qo'ralarda qo'ylar ko'p, arashan parada ham bor ekan, sizlarga ko'rsatib beramiz, bir qator yoritib beramiz. Xudo xolasa Shakar akam u gapga uncha yo'qlar. Qo'ldan kelganicha o'zim gapirib ma'lumotini olaman. Shakar aka, xudo xolasa bo'ladi, yeb ishlar zo'r-a. Mana oxir ko'rsatib ko'rasiz. Mana oxirlar elab qo'ygan mana. Bunisini ham ko'rsatasiz. Emasda. Bu tomonda ham qo'ylar bor ekan, xudo xolasa keyin ma'lumotini beraveramiz. Xo'p, yeb ishlari zo'r, xudo xolasa. Yeb ishlariga xudo xolasa biz obunachilarga bir hafta garantiya berasiz. Ha, bir hafta 10 kg javob beraveramiz yeb Bo'ldi. ishiga. Bir hafta mana garantiyani beraver ekanlar, xudo xolasa olib sinab olaverasizlar. Xo'p, bo'ylarni nechiga beramiz buni? Bo'ylari 80 plyusga olinishaveradi. 80 plyusga ketaveradi. O'lchanmagan hurmatli obunachilar, qo'rani ichida turibdi, beshida video qilamiz sizlarga. Yoritib beramiz. Bularda qilib yuzib qo'yaman, sizlarga ko'rsatib. Mana yurish turishlari yaxshi, o'zlari go'sht qaytarib turishibdi, mana shu chiroyli mana. Xudo xolasa etlari, badanlari yaxshi. Olib tashab qo'yinglar, xudo xolasa baraka topasiz mana. Mana qo'ylar bitadi hozir. qo'ydi holati yaxshi, ideal darajada xudo xolasa. Xo'p, bo'ylarini 80 plyus dedingiz, yeb ishlari bir hafta garantiya dedingiz. Xudo xolasa dastavkalarni qayergacha qilib berasiz? O'zbekiston bo'yicha dastavka berilaveradi. Shu Toshkentgacha yetkazib beramiz. Nog'ini kelishamiz. Bo'ldi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib borib berganlar. O'zbekiston bo'ylab bor ekan, uni yo'q kelishilgan holatda ekan. Xudo xolasa dehqondan yaxshi varianti, hurmatli obunachilar. Ko'rib turasizlar oxirigacha, sizlarga xudo xolasa manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Mana dehqonlar mana o'zlari uyda boqqan qo'ylar ekan. Sizlarga buni yoritib beramiz bir qator mana. Yuzlari juda chiroyli mana. Qirg'iziston qo'ylari. Qirg'izistondan kelgan, xudo xolasa. Ha, Qirg'iziston olingan qo'ylar hammasi. Qirg'izistondan Quloqlari uzun. kelgan qo'ylar ekan, xudo xolasa. Mana. Olinglar, xudo xolasa qurbonlikka tashab qo'yinglar. Mana. Juda chiroyli, oyoq qo'llari ham uzun. Qo'y kichkina narsa emas. Qo'y qo'rada turibdi. Hurmatli obunachilar, buni yurgizib olishning imkoni bo'lmadi, chunki joy masalasi bizda problema. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz umiddamiz. Xo'p, xudo xolasa kelib ko'ramiz degan akalarga lakasi tashib yurasiz, kelib ko'rish. Kelib ko'rib olib ketishaveradi. Ustida gaplashsa yaxshi bo'ladi. Ko'rganlar o'zlari ham. To'g'ri. Kelib ko'rganga yetmaydi. Ustida kelib talash tortish olib ketaverasizlar. Xo'p. Shu qo'ra yirikroq ekan Shakar aka. Ha, suyalaveramiz. Ha, suyalaver shu ekan. Endi o'zlari telefon nomerimizni qoldiraman pastda ekranda ostida, mana obunachilar ko'rasizlar. Xo'p, o'zlari telefon qilib, o'zlarining qiziqarli savollar berishaveradi, siz o'zingiz beraverasiz. Xo'p, endi buni qiziq joyi narxida. Bu narx ko'tarilgan, mana bu yirikroq ekan. Xudo xolasa shuni narxini kelishtirib bersangiz, biz obunachilar xudo xolasa telefon qilib olishaveradi. Buni necha puldan qilib berasiz buni? Qisqasi mana shu yirigi bor, misol 4 dona. Ha, 4 ta deymiz, 10 ta bor. Har bittasining bir qolib tushkira bir-biriga. Ichida misol 15 ta qo'yimiz bo'lsa, yirigini tanlab olaman desa, 5,5 deymiz, kami bor. 5,5 kami bor. Ichcha o'tib beraveramiz. Siz obunachilaringiz bo'lsa, mana ichida 15 tadan tanlab olaman desa. Aha. Yo'q, 15 tasini hammasini olaman baravariga desa, unga qarab narx aytamiz-da. Bo'ldi. Agar hammasini 15 dedingiz bu yerda? Soni 15 dedingiz. Yakka narx aytib ketaveramiz, menga qarang. Narx yakka aytib ketaveramiz. Agar hammasini olaman degan aka-ukalarga o'zingiz kelishtirib narx so'rasizlar o'zlaring. Xo'p, bunga endi nech pul qilib berasiz bu 4 tani bir joyga olishsa? Mashlarni
şu 5,5 deymiz. Misol ozgina o'tib beramiz aytyapman. Sizni obunachiniz bilsa o'tib beramiz bulaşlarda. Shakar aka bunday siz bilan qo'l berib tortishmaylik-da. Bitta narx aytib qo'yaman, xayr sunnatiga o'tib bering. Shunga qarab obunachilar telefon qilishadi sizga. Hech puldan o'tib berasiz endi bularga. 200 mingdan o'tib beraman bo'ptimi? 200 mingdan 5 million 5 million 300 mingdan bo'ladimi shunda? 5 million 300. 5 million 300 ming olaman desa hammasi. Yirigini olaman desalar, mana 5 million 300 mingdan ekan. Mana dehqondan. Qo'ylar hammasi yeb turgan o'zi mana. Xudo xolasa bular haligi hayaldan qochib tishi buzmagan-a qo'zi. Yo'q, qo'zi Hali qo'zi ekan hurmatli obunachilar. Mana 5 million 300 mingdan oldigan odam bo'lsa, bemalol haqqa chiqarasizlar. Xudo xolasa Shakar aka o'zlarini ishlarini bitirib berishadi. Xo'p, xudo xolasa telefon qilishsa, xayr sunnatiga yana ozroq o'tib berasiz-a? Telefon qilishsa, ishni bitiramiz. Bo'ldi, telefon xodimga xayr sunnatiga o'tib berilgan ekan. Xo'p, bular ham shunda-ya, ikkita yirik, mana bunisi sal yo kichikroq ekan. Lekin bir marta kelgan mashina o'zim 15 tasini baravar olganman. Bir xil narxga olganman. Hammasi bir xil narxda olgansiz, ha. O'zingiz har xil bo'ladi, keladi, o'sadi, pastroq bo'ladi. Kelishib berilaveradi hammasini. Xo'p, bular nechta pulga berasiz endi bularni? Bo'lishini aytib qo'yaymi? Ha, bo'lishini aytib qo'ying bularni ham. Bo'lishini bo'ladi 5 million olib ketaveradi mashinalarni. Bular 5 million. Bozorda ham shu narx o'zi aslida. Siz ko'raveringda, misol mana buni ham o'tilaman. Bozorga borib boshqa qilib yurgandan ko'ra. Mana damlashlar dehqondan mana yaxshi mana. Quloqoshlari butun, orqalari ham mana chiroyli. Mana qo'ylar mana. Haqiqiy ideal darajada qo'ylar xudo xolasa. Qora qo'y kashtan shkozlariga mana yaxshi variant xudo xolasa. Olib tashab qo'yinglar. Baraka topasiz xudo xolasa. Xo'p, buni bo'lishini 5 million dedingiz-a? Telefon qilib so'rab o'tirishmasin-a, shu yopishtirib aytdingiz. Shunaqa, Yopishtirib mana aytdilar. Xo'p. Keyingi qo'rlar ko'rsatib turamiz, hurmatli obunachilar. Bizni ko'rishda davom etinglar, kuzatishda. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda Arashan parada bir qo'chqor bor ekan, sariq. Shipozlariga mana tavsiya qilamiz. Orqa boshlari mana yaxshi, tik dumba, quloq boshlari ham juda uzun ekan. 85 plyus bo'lish kerak bu. 85 plyus bo'lish kerak bu ham. 90 ga yurib qoladi. Xo'p, mana bu yerda ikkita qorasidan bor ekan, kashtan variantidan. Keyin mana bor ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga qanday ko'rinyapti bilmadim. Xudo xolasa so'rasalar takror videoni qo'yib berishaveradi tashqariga olib chiqib. Xo'p, Shakar aka bo'ladi. Narxini nima deymiz? Buni sariqda addini aytaverasiz. Uni sariqni narxini aytib qo'yilaveradi. Chunki shunga qarab telefon qilishadi-da, sariq ko'proq, ishqibozi ko'proq. Bu sariq o'sha Qirg'izistonda shu tozaligidan Arashan deydimi? Buni mana sizga ko'rsatib qo'yaman buni. Qo'zi hali bu ham. Hali qo'zi xudo xolasa. Jonivor mana. Yedignasi. Et boshlari ham yaxshi xudo xolasa. Quloqlari but-butun ekan mana. Xudo xolasa o'zlaring olib tashab qo'yinglar. Qo'zi hali qo'zi ekan. Jonivor hali qo'zi ekan. Ish buzmagan, ishlari mayda mana. Xo'p, Shakar aka, mana bu sariqqa nech pul qilib berasiz biz obunachilarga? Buni bozorga borib haligi qog'ozga sotdim, bo'g'asiga sotdim qiladi-yu. Buni so'mga sotaveramiz. 5,5 million bersa o'ziga desa sotamiz buni. 5,5 million bo'lishi. Oltiga ham misol ko'taraveradi bozorda. Aytyapman, biz bozorga olib chiqmaymiz. Biz sotaverdik. Bo'ldi. Xudo xolasa qo'zi narsa mana. Mana. Bo'ybaslari ham juda kelishgan holatda mana chiroyli. Bu 85 plyus ham chiqsa kerak bu. 85 ga beraverdim shuni. 85 ga olishaversin. Olishaveradi. 85 ga mana 85 ga beraverdim shularni 85 ga obunachilar olaveradi. Xo'p, buni 5 million 500 ming dedingiz. Bularning narxi qanaqa bo'ladi nargilar aka? Bularni haligi gapda ularga qo'shib turib magazindan qilib 5 milliondan olalash qoralarda olaverishadi. Buni misol uni deydi, misol buni o'zim kelishib beraveraman gaplashib. Buni 5 ta pastlab turaverasiz. 5 ta pastlab. Buni qoralar. Emas o'zi bozorda ham shunday narxi o'zi menimcha. Mana bular sal kichikroq ekan bular, ha? Kichikroq, to'liqroq, lekin serdumba, misol bunday qaranglar. Ushab kelsangiz ham orqalar. Suyagi pastroq bo'lishi mumkin. Lekin bu semiz narsa bular. Ular ham e'tiboshi yaxshi ekan. Bitta oqadan ham bor ekan. O'shani bir bu tomonga qo'ying-da shuni bir obunachilar ko'rishsin shuni. Mana hurmatli obunachilar. Xo'p, yeb ishlari
joyda yaxshi. Mana. Yeyapti qo'ylar. Xudo xolasa sog'lom o'ynab turgan qo'ylar. Hozir chasroq ekan, to'g'ri tushunadigan umidamiz. Shakar aka, mana shu oxirgi partiya deydi, shuni oxirgi partiyani yana shu qo'ra narxini aytsangiz, necha puldan beraverasiz buni biz obunachilarga? Buni ham haliga Yopishtirib aytavering, magazin narxida aytavering. ha. Shuni Haliga qarab qilish kerak yo'q. Buni ham misol o'sha 50 go'sht deymiz. So'rab olashaverasiz, ozgina kamini qilib beramiz-da. Shuni ham kamini qilib berasiz, xudo xolasa, Ha. telefon qo'ysa. Mana xudo xolasa yeb ishlar joyida. Arashan qaroda ishbozlarga mana Bunaqasi yo'q. Ukor dorisi bo'lgan hammasini vaksinalar qilib qo'ygansiz. Ha, uyda baqib turgan qo'ylar bular hammasi ham. Shakar aka, yana bir so'rash bor. Aha. Hozir bir kishi telefon qilib, Aha. ham qo'ylarni yo'qda, hammasini chiqarib ol deyishsa, hammasini necha puldan beraverasiz hammasini bir to'rtaga shu qo'ralarda, to'rtta qo'radagi qo'ydi. Nechi pul? Soni 15 dona. Son 15 dona, ha. Agar hammasini olib qolishimizdan bo'lsa, Ha. 5 million deymiz. Ozgina xayrini qilib beramiz-da. 5 million o'tib berasiz, короче. O'tib beramiz. Ularni xayrini qilib beringlar. Telefon qilishaversa ishni bitiramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilarasizlar, telefon xodamlar xudo xolasa ishlarini bitirib beradilar. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib beradilar. 5 milliondan o'tib berar ekanlar. Telefon qilarasizlar, xudo xolasa, ishlaringni shakarqamizlar bitirib beradilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.